Bu ikinci tomonimiz, ikinci oilamiz uchun tayyorlangan tomonimizni rodbinlarini xudo xolasa bir sizlar rodbin tortib qo'ydik. Ana shu istabola xudo xolasa mana shu tomonini tayyorlab tortib berishdi. Mahsulotlarimiz ham yetib kelgan. Bitta mana kafillik gilalarimiz Havas Travertin tomonidan ishlab chiqarilgan multifinish kafillik gilalarimiz, rodbinlarimiz xudo xolasa Travertin mahsulotlari xudo xolasa buni mana hozir ichkari tomoniga berib qo'yib qo'yildik. Bu tashqarida hozir havo ozgina noqulay bo'lgani uchun mahsulotlarni qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa mana mahsulotlarimiz inshaalloh akalarimiz tomonidan jo'natib berishdi. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, Havas Travertin mahsulotlari xudo xolasa yangi qadoqlarimizda kelgan. Mana atajentolarimiz xudo xolasa atajentolari bilan yetkazib berishgan akalarimiz. Ichki qismlarini ham xudo xolasa juda ham chiroyli qilib bitirilgan. Nasib bo'lsa xudo xolasa polniy obzorlarni qilib sizlar uchun yetkazib beramiz inshaalloh. Duoda bo'lib turasizlar. Ustalarimiz haqiga ehson qilib yordam berib turgan akalarimiz nomlariga ham duo qilib berasizlar. Xudo xolasa shu ehtiyojmand oilalarimiz, boquvchisini yo'qotgan oilalarimiz uchun, shu ikkita oila uchun xudo xolasa tayyorlangan. Nasib bo'lsa yaqin kunlarda ochilishlari bo'ladi. Sizlarga xudo xolasa yetkazib boramiz. Hozircha ishlarimiz shu davom etyapti. Demak, travertinimiz sepish jarayonlarini ham, atajento qilish jarayonlarini hammasini xudo xolasa sizlarga podrobniy tushuntirib boramiz inshaalloh. Faqat like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, xudo xolasa xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar.